Bizning asrlarimiz raqamlar bilan emas, balki ular dinlari va ummat yo'lida fidokorlik qilgan insonlardir. Asrlar ummatning sarmoyasidir. Fojia sodir bo'lib, asrlar o'ldirilib, keyin ularga yig'lab o'tirishimizni kutib o'tirmanglar. Agarchi 200 lamachi xalqaro ommaviy axborot vositalari ularni unutsa, siz ularning siyratini tiriltiring. Dunyo bizning asrlarimiz, biz uchun ularning tunnellaridan chiqarilgan axborot agentlari qayg'urib, ularning sog'lig'i haqida gapirib, bolalar, ayollar va keksalarni ajratmasdan G'azoda qirg'inbarot qilgan ularning 200 ta asrlardan muhimroq ekanini bilsin. Butun olam tomonidan 2 yildan ko'proq muddatda eshitilib va ko'rilgan narsalar havoga uloqtirilmoqda. Shu paytning o'zida asrlarimiz rasmiy shaklda azoblanmoqda va qatl qilinmoqda. Ishg'olchilar ularni yillar davomida qamoqda saqlashgandan keyin endi ularni qatl qilishni istaydilar. Bu orqali nafaqat ularni yo'q qilish, balki ularni qalblarimizdan o'chirish uchun va bosqinchilarga qarshilik ko'rsatish ruhini sindirish uchun qatl qilishmoqchi. Shundan kelib chiqqan holatda bu masalada ishg'olchilarning eng katta yutuqlari biz o'z asrlarimizni unutishimizdir. Ularni masalasini ko'taring, toki har bir aql egasi shuni anglasinki, 9350 nafar asir haqida sukut qiladigan, inson huquqlari va 350 nafar bola haqida jim turadigan, bola huquqlari, 53 nafar ayolning huquqlari aslida yolg'on va 200 lamachi tashkilotlarning da'volaridan boshqa narsa emasligini bilsin. Ular qanday qilib jim, ko'r va kar bo'lib olmasinlar, axir o'zlari bu jinoyatlarga sherik-ku.